Assalomu alaykum akalar ukalar. Mana xudo xolisa navbatdagi obyektimizga mana loy bosilayotgan jarayonlari. O'zingizlar ko'rishlaringiz mumkin. Mana shapkalariga bosilib bo'ldi. 5-6 sm bosilyapti qalinlikda. Uyning ichlari 7 sm dan bosilyapti. Ostidagi loy bosilayotgan joylarini ko'rsataman. Mana obyektimiz loy bosilayotgan joylar. Bu obyektimiz shiferga moslangan. Oldi tomoni 4 shifer bo'ladi, orqa tomoni 4,5 shifer bo'ladi. Firmalarimiz orasi 1.20 dan tushgan. Shu ko'rinishlarda bo'ladi. Xizmatlarimiz O'zbekiston bo'ylab. Kimda shunaqa joylar bo'lsa, ekrandagi nomerlarga bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Uy tomlari katta zavod fabrikalar ishlab chiqarish 24 metr 25 metrgacha bez ustuni olib beraveramiz. Hozir sizlarga tepadan ko'rinish holatlarini ham olib beramiz. Mana obyektimiz tepadan ko'rinish holatlari. Nomerlarimiz 88lik kodi bilan 978 7807. Narx-navolarga keladigan bo'lsak 170 mingdan kvadrat 300 mingga dor. Joyga qarab narx aytib beramiz, qanday bo'lishiga qarab. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.